olma sirkasi foydali degan gap haqiqatmi yoki internetda tarqalgan mifmi? Uzum sirkasi qarishni sekinlashtiradi. Bu shunchaki reklamami yoki haqiqatmi? Ertalab sirka ichsang ozasan deyishadi. Lekin bu bilan siz jigaringizni yoki oshqozoningizni yemirmayapsizmi? Shu va shunga o'xshagan so'zlar judayam hozir internetda aylanyapti, to'g'rimi? Kimlardir qandli diabetni sirka bilan yengdim deydi, kimlardir sirka bilan ozdim deydi. To'g'rimi? Ha, adashmadingiz. Bugungi suhbatimiz aynan sirka haqida. Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari. Sizlar bilan doktor Gulbahor, preventiv va integrativ shifokor, xalq tabobati mutaxassisi, pediatr. Demak, ketdik. Bugun biz sizlar bilan sirka haqida gaplashamiz. Olma va uzum sirkasi haqiqatdan ham shifo beruvchimi yoki shunchaki mifmi? Bugun men sizlarga sirkaning ilmiy asoslanganini, organizmga qanday ta'sir qilishini, kimlar uchun xavfli ekanligini, kimlar uchun foydali ekanligini faktlar bilan aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sirka haqida siz avval eshitmagan narsalarni bilib olasiz. Odatim bo'yicha ketma-ketlikda tibbun nabaviy, Ibn Sino tabobati va zamonaviy tabobat bo'yicha gaplashamiz. Sirka qanday ajoyib xurushdir deyilgan tibbun nabaviy kitobida. Xurush degani bu ovqatga yoki nonga qo'shilib yeyiladigan narsa hisoblanadi. Ajoyib, necha asr avval sirka qanday ajoyib nonga qo'shib yeyiladigan narsadir deyilgan. Qancha vaqtlar o'tib 2005-yil Shvetsiyada o'tkazilgan tadqiqotda non bilan qo'shib yeyilgan sirka qondagi qand darajasini ko'tarmasligi, insulin darajasini ko'tarmasligi isbotlangan. Ajoyib, to'g'rimi? Odatda oddiy yeyilgan non qondagi qand miqdorini va insulin miqdorini keskin ko'taradi. Lekin aynan sirka bilan yeyilgan nonni bunday xususiyati bo'lmas ekan. Juda qiziq. Payg'ambarimiz alayhissalom necha asr ilgari buni qayerdan bilgan ekanlar? Hozirgi kunda zamonamizning kasalligi hisoblangan insulin rezistentni yoki bo'lmasam qandli diabet kasalligida haqiqat ham sirkani judayam kuchli ta'siri bir necha ilmiy tadqiqotlar asosida isbotlandi. Ibn Sino ta'limotida bu haqda nima deyilgan? Ibn Sino 2-tom Tibb qonunlar kitobida 654-betda sirka haqida aytilgan. Uni tabiati, tabobatda har doim birinchi tabiat haqida gapiriladi. Issiq va sovuqdan tarkib topgan bo'lib, juda qizig'i, odatda moddalar yoki issiqdan yoki sovuqdan tarkib topgan. Lekin sirkada issiqlik va sovuqlikni ham jamlashmasi bor. Moddasini hammasi latifdir, ammo unda sovuqlik ko'proq. O'tkir sirka qizdiruvchanroq, agar o'tkir bo'lmasa, sovuq va ho'l bo'ladi. Qaynatish uni sovuqligini kamaytiradi. Demak, barcha sirkaning tabiati sovuqqa moyil. Tushunarli va latiflashtiruvchi hisoblanadi. Latiflashtiruvchi degan tabobatda yumshatuvchi, yengillashtiruvchi degan ma'noda keladi. Demak, sirkaning mizoji sovuq, hamma sirka. Bu ham nisbiy narsa. Masalan, olma sirkasiga nisbatan uzum sirka nisbatan issiqroq. Ko'k olmani sirkasiga nisbatan qizil olmani sirkasi nisbatan issiqroq. Tushunarli bo'ldi? Ta'siri va xossalari. Sirka kuchli quritish xususiyatiga ega. Moddalarni ichga quyilishini to'xtatadi hamda ularni suyultiradi va kesadi. Ya'ni aynan sirkada mana shunaqa xususiyati bor. Shuning uchun ham qonni suyultirish va moddalar almashinuvini yaxshilash uchun foydalaniladi. U ichki qon ketishiga qarshi ichiladi. Qayerda bo'lmasin, paydo bo'layotgan shishni qaytaradi. Mana shu yerda praktikamda bo'lgan narsani aytib ketaman. 3-4 ta shunaqa emizikli ayol kelgan laktostaz bilan. Ya'ni bilamiz, mastit va laktostaz bor. Biri laktostaz, ikkitasi mastit bilan kelgan.
Aynan sirkani mana shu qaytarish xususiyatidan foydalangan holatda ularga ko'kragini atrofiga sirkaga, uzum sirkaga kepakni qo'shib atalaq qilib ko'kragiga surish tavsiya qilganman va zo'r natija bergan. Agar sizda ham yaqinlaringizda ham mana shunaqa laktositaz yoki mastit bo'lsa, uzum sirkasiga teng barobar suv qo'shib, unga kepak qo'shib ko'kragini atrofiga sursa, aynan Ibn Sinoda aytgandek, bu qaytaruvchi ta'sir ko'rsatadi va laktositaz va mastitni yengillanishiga va og'riqni kamayishiga sabab bo'ladi. Hazm qilish quvvatiga yordam beradi va balg'amga qarshilik ko'rsatadi. Aynan hozirgi kunda preventiv meditsinada moda bo'layotgan narsa bu sirka ichirish. Nimaga? Chunki sirka bu oshqozondagi xlorid kislotani stimulyatsiya qiladi, ya'ni oshqozonning kislotaligini oshirishga yordam beradi. Oshqozonning kislotasi oshsa nima bo'ladi? Albatta oqsil hazm bo'lishi va temir so'rilishi yaxshilanadi. Shu jihatdan sirka judayam foydali. Nafaqat insulin resistentaz, balki bizi tanamizda oqsil almashuvini, shuningdek ferritinni ham judayam yaxshi ko'tarib beruvchi modda hisoblanadi va balg'amga qarshilik ko'rsatadi. Demak, o'zi sovuqlik va issiqlikdan tarkib topgan bilan balg'am bilamiz nam va sovuq tabiati. Buni paydo bo'lishiga qarshilik ko'rsatadi. Sirka safro mizoj kishilar uchun foydali va savdo mizoj kishilar uchun zararlidir. Chunki bu qurituvchi va sovutuvchi, mana sovuqdan tarkib topgan dedik, shuning uchun savdo mizojga unchalik tushmaydi. Savdo mizoj insonlar sirkani skanjubin shaklda iste'mol qilsa juda yaxshi foyda beradi. Skanjubin bu nima? Sirka bilan asalni aralashmasi va ma'lum darajada past gradusda qaynatilgandan hosil bo'lgan latif modda hisoblanadi. U haqida ham xudo xolisa alohida bitta suhbat qilaman. Ko'krak a'zolariga qanday foyda qiladi? Sirka lakluk kasalliklarida foyda qiladi. U bilan g'arg'ara qilish xiltni tomoqqa oqishini to'xtatadi va osilib qolgan laklukni tuzatadi. Mana shu xususiyatlardan ham shaxsan o'zim juda ko'p foydalanaman. Ya'ni tanzilit yoki angina bo'lgan bemorlarga bir piyola suvga bir qoshiq uzum yoki olma sirkasini aralashtirib tez g'arg'ara qilish o'sha joydagi moddalar almashuvini yaxshilashga, nazlarni kamayishiga va u yerdagi shishni yo'qotishga sabab bo'ladi. Shuningdek, teridagi juda ko'p allergik holatlar, teridagi turli qichimalarda ham tashqi tomondan sirkani surish o'sha joyda moddalar almashuvining yaxshilanishiga va teridagi qichishlarni pasayishiga sababchi bo'ladi. Sirkalar turi har xil. Olma sirkasi olmadan, uzum sirkasi uzumdan tayyorlanadi. Tabobatda asosan uzum sirkasi ishlatiladi. Nimaga? Chunki uzum sirkasi olma sirkasiga nisbatan issiqlik hisoblanadi. Endi bu ham nisbiy narsa. Masalan, qizil olmadan bo'lgan sirkani issiqligi ko'k olma, nordon olmaga nisbatan issiqroq hisoblanadi. Lekin umumiy ma'noda olib qaraganda barcha sirka sovuqlik hisoblanadi. Qanaqa tayyorlanadi? Bu fermentatsiyalangan mahsulot. Ya'ni maxsus achitqi zamburug'lari yordamida achtirib, bakteriyalar yordamida fermentatsiya hisobiga paydo bo'ladigan faol modda hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyotda qanaqa foydalari bor? Birinchi, metabolizm va qand nazoratida haqiqatan ham olma sirkasi insulin resistentnisda judayam yaxshi foyda beradi va bu juda ko'p tadqiqotlar, ayniqsa 2004-yilgi tadqiqotlarda 34% gacha qondagi qand miqdorini tushirishga yordam bergan qandli diabet bemorlarda. Uzum va olma sirkasini bir-biridan ozgina farqlari haqida gapirib o'tamiz. Olma sirkasi metabolik faoliyatni tartibga soladi. Uni tarkibidagi prebiotiklar ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlaydi. Antioksidant, antigistamin ta'siri bor, allergik fonni pasaytiradi. Qand va lipid almashinuviga ta'sir ko'rsatadi. Minerallar, kaliy, magniy, temir, kalsiy kamroq miqdorda saqlaydi. Uzum sirkasi-chi? Uzum sirkasida resveratrol
miqdori juda katta. Bilamiz, bu qarishni sekinlashtiradi. Ya'ni yoshartiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Yallig'lanishga qarshi mikroblarga, ayniqsa kandidaga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham mana bu oyoqda gribok, kandida bo'lgan bemorlarga nima deyman? Chaynaga sodada avval oyog'ingni vanna qil, keyin paxtaga sirkani ho'llab barmoqlaringni orasiga qo'yib yot. 3 kunda deyarli juda zo'r natija olasiz. Albatta bu tashqi tomondan ta'sir, ichkarida ham kandidaga qarshi davolash chora-tadbirlarini o'tkazsa samarali natija beradi. Shaxsiy tavsiyam olma sirkasi insulin rezistentligi bor insonlar uchun, ichak mikrobiomini qo'llab-quvvatlaganlar uchun juda ham foydali. Uzum sirkasi ham xuddi shu holat bor. Qo'shimcha respirator sababli yurak qon tomir tizimi va yallig'lanishga qarshi juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham ko'proq baribir ham olma sirkasi ham yaxshi, hamma sirka yaxshi. Uzum sirkasi yana ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Tabobatda aynan uzum sirkasi ishlatiladi. Lekin eslatma, har qanday tabiiy vosita shifo ham bo'ladi, zarar ham. Shuning uchun albatta uni to'g'ri ishlatish kerak bo'ladi. Sirkani qanaqa xavfli tomonlari bor? O'zini ichsa tish emalini shikastlaydi. Ikkinchidan, oshqozon shilla qavatini buzilishi bor insonlarga mutlaq mumkin emas. Tushunarli? Demak, oshqozon shilla qavat bu yara bo'lishi mumkin, bu gastrit bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli gipokalemiya, ya'ni kaliyni o'ta kamligida uzoq muddat bo'lib turgan bo'lsa, ba'zi kasallikda kislota ishqor muvozanatini keskin buzilish kasalliklarda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Kimlarga mumkin emas? Gastrit yara, yana qaytarib aytaman, birinchi o'rinda oshqozon shilliq qavatini buzilishi bilan kechuvchi holatlarda avval shilliq qavatni tiklash, keyin sirka berish kerak bo'ladi. Og'ir buyrak va jigar xastaliklarida 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda mana shu holatlarda mumkin emas. Deyarli hammaga mumkin degani o'zi. Bunday olib qarasiz. Deyarli hammaga mumkin. Hatto uzoq vaqt ichsangiz ham zarar qilmaydi. Ayniqsa insulin rezistentnisi bor insonlar. Chunki buni juda ham shifobaxshligi kuchli va yuqorida sanab o'tdim. Qanaqa qilib ichamiz? 1 stakan suvga 1 choy qoshiq uzum sirkasini qo'shib ovqatdan 5 minut avval ichamiz. Agar oshqozon bezovta qilsa, ovqat bilan birga ichsa ham hech qanaqa zarari yo'q. Qanaqa sirka qabul qilamiz? Eng birinchi o'rinda tabiiy uyda tayyorlangan sirka. Shaxsan men tabiiy uyda tayyorlangan sirka tarafdoriman. Qancha muddat qabul qilish mumkin? 1, 2, 3 kerak bo'lsa 1 umr qabul qilish mumkin, faqat individual holatlardan kelib chiqib. Ya'ni qanaqadir nojo'ya ta'sir bo'lmasa yoki bo'lmasam oshqozon ichakida bezovtalik bo'lmasa, sirkani har doim tanovul qilsa bo'ladi. Qay vaqtda? Aynan go'shtli, yog'li ovqat bilan birga. Necha mahal tanovul qilamiz? Davolash uchun bir kunda 2-3 mahal. Lekin siz doimiy iste'mol qiladigan bo'lsangiz, asosan sog'lom bo'lsangiz, insulin rezistentni semizlik muammolari bo'lmasa, unda siz yog'li go'shtli ovqatdan avval albatta sirka iste'mol qiling. Haqiqatdan ham sirka qanday yaxshi xurishdir. Sizlar sirka ichganmisiz? Qanday samarasi bo'lgan? Izohlarda yozing. Bizlarning Zaytun Medtib korxonamiz, Zaytun Medtib klinikamizning sotuv bo'limida ham olma, shotut hamda uzum sirkalari mavjud. Agar siz masalan ichishni, iste'mol qilishni xohlasangiz yoki bo'lmasam boshqa joylardagi sirkaga ko'nglingiz to'lmasa yoki ishonmasangiz, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni va albatta do'stlaringizga ulashni unutmang. Salomatlikni birga o'rganamiz.